Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz mana ko'rib turganingizdek Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudidamiz. Juda qiziq holat bo'lyapti. Abdurahmon aka Tashanovdan keyin ikkinchi yana bir qiziq holat. Bu yerda jurnalist, bloger, Effekt.uz rahbari Akmal Eshonxonovning Sudyalar kengashi raisi sudga bergan. Hozir shuni yoritishga kelganmiz. Juda ham qiziq holatlar bo'ldi. Hozir chorshanba kuniga qoldirildi. Endi bu hozir qaysi taraf ko'proq yutish ehtimoli bor? Hozir aynan qaysi tarafni yutish masalasi bo'yicha gap ketmayapti. Ya'ni Eshonxonov Akmalga nisbatan ma'muriy javobgarlik ko'rsatuv kodeksi 202 moddasi bilan yolg'on axborot tarqatish huquqbuzarligi bo'yicha ish qo'zg'atilgan, ya'ni ma'muriy ish qo'zg'atilgan va ayni damda biz mana shu ma'muriy ishni ko'rib chiqish jarayonidamiz. Bugungi sud tafsilotlaridan shu narsani bilish mumkinki, mana advokatlar tomonidan, ya'ni himoyachi tomonidan 4 ta iltimosnoma taqdim qilindi. Ya'ni bu yerda 308-modda talabida kelib chiqadigan bo'lsak, sud majlisi bayonnomadan tashqari, ya'ni video yoki audio yozuvga ham olib borishi mumkin. Demak, bu bizni iltimosnomamiz nimadan dalolat beradi? Ya'niki agar bu sudya ishni oshkora ko'rilishidan tashqari, ya'ni ommaviy vositalarni ishga jalb qiladigan bo'lsa, u yerda biz har bitta sud jarayonini nuqta virgulini ko'rishimiz mumkin edi, kuzatib borishimiz mumkin edi. Demakki, hozir sud faqatgina ichki tartibga rioya qilgan holatda faqat bayonnoma bilan cheklanganligidan kelib chiqib, iltimosnomamiz rad etilishi, men o'ylaymanki, endi bu sudning tashabbusi. Xolasa ruxsat beradi, xohlamasa yo'q. Lekin agar sud ruxsat berganda ham bu yerda hech qanaqa bir taraflarning huquq va manfaatlariga putur yetkazilmasdi, buzilmasdi. Chunki asosiy maqsad, ya'ni o'sha Effekt.uz rahbari tomonidan ularga yetib kelgan material qanchalik darajada shaffof, oshkora yoki bu yolg'on yoki chinligini isbotlash. Ya'ni bizning tomonimizdan o'sha isbotlash majburiyati bizga yuklatilgan. Biz u narsani haqiqatan ham Eshonxonov Akmal tomonidan bu jarayon buzilmaganligini, vaholanki aynan ularning maqolasida ko'rsatilgan va internet tarmog'iga yuborilgan maqolalarning ichida, ya'ni o'sha go'yoki talqin qilinayotgan sudya vakolat muddati 2 yildan keyin, ya'ni o'sha 2 yil davomida sudyalik vakolatida ishlagandan keyingina u keyingi bosqichga, ya'ni shahar sudyaligiga o'tishi mumkinligi bor. Demakki, Effekt.uz maqolasida aynan o'sha sudyani 1 yil 4 oy mobaynida ishlagan bo'lsa ham, lekin u 2 yil to'lmagan bo'lsa ham uni shahar sudyalikka o'tkazilyapti. Bu deganda sudyalar to'g'risidagi qonun talablari buzilayotganligi holati bo'yicha maqolada yoritilgan. Bundan tashqari 2023 va 2024-yillar mobaynida sudyalar tomonidan korrupsion holatlarga yo'l qo'yilib, qamalib ketgan holatlar bor. Aynan mana shu sudyalarning ism shariflari aks ettirilgan. Demakki, men o'ylaymanki, har ikkita holat bo'ladigan bo'lsa ham bu yerda bu yolg'on axborot berishga kirmaydi. Chunki bu haqiqatan ham bor narsa. Chunki biz bilamiz, prezident tomonidan aynan o'sha sudyalar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ham prezident tomonidan ham aynan shu holatda tanqid qilingan. Ya'ni bu tanqidiy narsa, tanqid qilinadigan holat bu sudyalarning obro'siga putur yetkazilmaydi. Vaholanki, agar shaxs jinoyat sodir etgan bo'lsa, uni jinoyat sodir etilganligini siz ifodalab beradigan bo'lsangiz, bu yolg'on ma'lumotga kirmaydi. Yoki bu qaysidir bir soha vakillari yoki o'sha sohani faoliyatiga jiddiy putur yetkaziladigan narsa emas. Bu narsani boshqacha talqin qilish kerak-da. Lekin men o'ylaymanki, endi Effekt.uz tomonidan qilingan taqdim qilingan material go'yoki o'sha sudyalar oliy kengashi tomonidan boshqacha bir talqinda talqin qilinyapti. Go'yoki u yerda ishchanlik obro'siga putur yetkazilyapti yoki yolg'on ma'lumotlarni oshkor qilinyapti degan jarayon bu yerda nazarda tutilgan. Yana qanaqa savol? Rad etilganligi holati bo'yicha bu tabiiy hol. Sudda taraflar tomonidan, advokat tomonidan yoki huquqbuzar tomonidan yoki boshqa shaxslar tomonidan iltimosnoma kiritilishi mumkin. Iltimosnoma qanoatlantirilishi ham yoki rad etilishi ham mumkin. Biz shundan kelib chiqib, iltimosnomamiz rad etilgandagi Haqqansi tomonidan sudyaga nisbatan raddiya bildirildi. Ya'niki, raddiya bildirish sababi ham bu yerda asosiy omil, ya'ni o'sha sudyalar oliy kengashi bo'lsa, bir tomonda
Oliy sud bo'ladigan bo'lsa, har ikkala yuqori turuvchi tashkilot rahbarining quyi turuvchi pog'onasidagi sudya tomonidan ish olib borilyapti. Go'yoki bu yerda qaysidir ma'noda siz o'zizni rahbaringizga nisbatan munosabat bildirishingiz mumkin emasligini biz bilamiz. Shu nuqtai nazardan sizga raddiya bildiramiz deb hozir hamkasbim o'zlarining fikrlarini bildirib o'tdilar, iltimosnomalarni. Demakki, bu yerda endi biz aynan nima uchun rad qilindi yoki bizani raddiya bergan iltimosnomamiz ham rad qilinib, yana sud davom etdi. Bu bo'yicha biz hech qanaqa munosabat bildirmaymiz, chunki bu tabiiy hol, sudda bo'ladigan sud prosesi. Lekin keyingi prosesda biz harakat qilamiz. Mana Eshonxonov Akmal tomonidan agar manba muallif emas, vaholanki aynan o'sha qaysidir bir buyruq bo'ladimi yoki bayonnoma yuritilgan bo'ladimi, o'sha bayonnomani biz o'sha raqamini yoki o'sha sanasini biz aytadigan bo'lsak ham, o'ylaymanki biz tomonimizdan demak yolg'on ma'lumot berilmagan deb hisoblanishi kerak. Sudda bir tomonda ishtirok etishi, ya'ni Sudyalar Oliy Kengashi tomonidan qilingan murojaat prokuratura tomonidan o'rganib chiqilyapti va taqdimnoma asosida shaxsning harakatlarida huquqbuzarlik alomatlari mavjud ekanligi holatidan kelib chiqib, bu ichki ishlarga yuborilyapti. Ichki ishlar tomonidan bu narsa o'sha Ma'muriy javobgarlik kodeksining 202-2 moddasi bilan qo'zg'atilyapti va sudga berilyapti. Men o'ylaymanki, bu yerda agar o'sha arizachi o'zi ham kelib ishtirok etishi mumkin. Biz bu narsani suddan so'radik. Sud bunga qanaqadir bir munosabat bildirmadi. Ya'ni kelishni lozim topmadi, chaqirtirishni lozim topmadi. Shuni nuqtai nazardan faqatgina bu taqdimnoma holatidan kelib chiqib, taqdimnoma yuzasidan yuritilgan ma'muriy ishni hozir sudda ko'ryapmiz. Bu yerda shunday asosiy masala hozir Effektus tomonidan taqdim etilgan o'sha chop etilgan maqolada yolg'on ma'lumotlar bor yoki yo'qligini biz yolg'on ma'lumot yo'qligini isbotlab berishimiz kerak. Qarang, ayblov xulosasiga kelganda 222 moddasini ayblov xulosasiga kelganda ekspert xulosasini hozir e'lon qildi. Ya'ni ekspert xulosasida aniq bir ma'lumot yetarli emas. Fikrimizcha. Bu borada sizning fikringiz? To'g'ri, ekspertiza xulosasini 3 ta savolida ochiq qolingan, ya'ni bu ya'ni yolg'on deganda surishtiruv yoki sud muhokamasida bo'ladigan holatdan kelib chiqib isbotlanishi kerak. Ya'ni bu aynan mana shu bugungi ko'rilayotgan sudda ko'riladigan holatdan kelib chiqiladi. Qolgan bir ikkita sud xulosalarida ya'ni bu tadqiqot manbasi emas degan javob beryapti. Demakki, tadqiqot manbasi emas deganda Sudyalar Oliy Kengashini va Oliy sudni tadqiqot manbasi emasligi bu mumkin emas, meni fikrimcha. Chunki aynan Sudyalar Oliy Kengashi tomonidan taqdim qilingan munosabat, ya'ni murojaat aynan mana shu Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga asosan ish qo'zg'atishga asos bo'lyapti. Shu nuqtai nazardan men o'ylaymanki, bu yerda bizda faqatgina hozir ikkita organ bor, ya'ni O'zbekiston Respublikasida Sudyalar Oliy Kengashi va Oliy sud. Bundan ortiq yuqori organ yo'q. Bizda ekspertiza markazlari ham bor. Shu nuqtai nazardan ham aynan ekspertiza markazlarida ishlovchilar ham qaysidir ma'noda huquqshunoslar yoki mutaxassislar, ular ham balkim meni fikrimcha, meni nuqtai nazarimdan o'zini fikrlarini erkin ifoda eta olmagan. Yana bitta asosiy bitta savolimiz bor sizga. Aynan ikkita advokat tomonidan Eshonxonov tomonidan sudyaga raddiya berildi. Ya'ni u raddiyani ham atvat ruscha aytadigan bo'lsa rad etildi. Rad etildi, lekin qanoatlantirilmadi. Sizning masalan sudyaga bo'layotgan shubhangiz yoki fikringiz? Men sudyaga nisbatan shubham yo'q. Agar rad etilib, raddiya bergan raddiyamiz qanoatlantirilib, boshqa sudyaga tushgan taqdirda ham o'sha sudya O'zbekiston Respublikasida ishlovchi, faoliyat olib boruvchi sudya. Buni ham yuqori turuvchi organi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi va har bitta sohasiga qadam qo'yuvchi sudya yoki nomzod malaka komissiyasidan nimada o'tadi. Demak, malaka komissiyasi ham Sudyalar Oliy Kengashi huzurida tashkil etilgan. Demakki, biz 10 ta sudyani rad qilgan taqdirda bizda o'sha holat vujudga keladi. Bizda asosiy narsa rad qilish emas, sifatga baho berish kerak. Ya'ni holatni bizga nisbatan qo'yilgan yolg'on axborot tarqatish holatlarini biz isbotlab bersakkina, men o'ylaymanki, ish yaxshilik bilan tugaydi. Yana bitta kichkina savolim bor.
ruxsat bersangiz, bloger Zohir Jumayevman. Mana har sudlarga borsak, sudlar o'zini qonunni bizga o'tkazadi-da. Hozir men bir narsaga fikrim hamisha chalg'iydi-da. Konstitutsion huquq, insonning huquqi baland turadimi yoki sudlar qonuni? Albatta Konstitutsion. qanaqa savol berasiz? Men demoqchimanki, mana fuqaro o'zini konstitutsion huquqini talab qilsa, sudyalar hamisha rad qilib beradi. Nima uchun? Mana shu hamisha meni mana shu qiynab beradi-da savol. Yo, endi bular aytmoqchilarki, nimaga hamma narsani rad qilishyapti? Syomkani ham, hatto audioni ham rad qilishdi-da. Huquqlari belgilab qo'yilgan-da qonunda, to'g'rimi? Lekin umuman mana shu masalada to'liq inson nimasini chegarab qo'yadi-da. Biz hali boya siz yuqorida zo'r gapirdingiz. Savolingizga to'g'ri tushundim. Aynan sizning fikringiz ma'lum bir ma'noda to'g'ri, chunki har bitta sud jarayoni bu 100%lik biz aytganda natijani bermasligi mumkin. Ya'ni biz mana bugungi sudda ommaviy axborot vositalarining ishtirokini va ularni audio, video bilan ishtirokini ta'minlashni so'ragandik. Sud bu iltimosnomamizni rad etdi, to'g'rimi? Lekin bizda ham huquq bor-edi sudyaga raddiya bildirish. Bu huquqlarimizdan foydalandik. Lekin bu ham ma'lum bir ma'noda rad etildi. Demakki bizda faqatgina sudda qatnashish va Akmalga nisbatan qo'yilgan ayblovni imkon qadar olib tashlash uchun yetarli ma'lumotlarni, manbalarimizni berish. Endi mana o'zi suddan bilib oldingiz, asosiy narsa nimaga borib taqaldi? Ya'niki aynan o'sha manbani ochiqlanishi qayerdan kelib chiqdi? Bizga mana ommaviy axborot vositalari Eshityapsizlar do'stlar, hamma narsa bu yerda sudyani kayfiyatiga bog'liq bo'lib qolyapti-da. Endi men shunaqa deb o'ylayapman, chunki ko'p narsa rad etilyapti. Video, foto, hatto audioga ham ruxsat berilmadi, lekin bemalol ochiq sudda jarayonlarni yoritishlar mumkin deb aytildi. Sudyalar ham endi hozir oldindan biz sudyalarga baho bera olmaymiz, baho berishga haqqimiz ham yo'q. Eng qiziq tomoni arizachi sudyalar oliy kengashi va xuddi shu ishni yana shu endi baribir sud o'tkazyapti-da. Va ikkinchi tomoni o'sha arizachilar deylik, arizachilar bu yerda yo'q. Ular qayerdandir o'sha taqdimnoma kiritishyapti, prokuraturaga boryapti. Xullas, Akmal Eshonxonovni aybi bordek qilib ko'rsatishyapti va sudga berishyapti. O'zi sudni bugun tugatishga ham o'xshash niyat bo'ldi, lekin advokatlar boshqa dalillar bo'yicha o'sha isbot dalillarini olib kelamiz deyishdi va sud hozir yana 2 kunga cho'zilgan bo'lsa, hozir Akmal Eshonxonov o'zi bilan ham suhbatlashishga harakat qilib ko'ramiz. Adillik, adolat qaror topmaydi. Shunday. Har doim ham to'g'ri fikr gapiringiz. Palatayizga ariza bormasin. yo'q, ariza boshlanmas. Endi prosta bilan aytmoqchilar, haqiqatdan ham Agar syomkalarga ruxsat berilganda bizga hali sudyaga shubhamiz kamayardi-da. Hozir shubha oshib ketdi. Yo'q, mumkin emas. Gapirish mumkin sizlar emas. taraf emaslar. Shular yo'q, men endi deyman-da. Misol hech bo'lmasa sudlar tomonidan mana shunaqa shaffof o'tishga ruxsat bersa yaxshiroq bo'ladi deyman. Endi bu meni shaxsiy fikrlarim. Hozir bir narsa deyishga ham qo'rqib qoldik. Hozir bizning ustimizdan portallar ham shikoyat qilib qolishi mumkin, temirlar ham shikoyat qilib qolishi mumkin. Jabrlanuvchi yo arizachi bo'lmasa ham javobgarlikka tortilib ketyapti. O'sha ayblov xulosasida bundan oldingi materiallar ham qo'shilgan ekan, adashmasam. Ayblov xulosa emas, ma'muriy bayonnoma. Bayonnomada, ha. Xulosa jinoyat ishi bo'ladi. Bu Bu ma'muriy 21-yilgi narsalar ham qo'shilgan ekan, keltirilgan ekan, adashmasam. qo'shilgan. Endi asosiy faoliyat, ya'ni sudyalar korpusini obro'sizlantirish masalasi haqida ketyapti. Demakki biz shu narsani aytishimiz mumkinki, biz hozir mana rivojlanayotgan davlatda yashayapmiz-da. Har kim so'z erkinligi har kimda. Fuqaroda ham, o'sha aynan ommaviy axborot vositalarida ham so'z erkinligi bor. Bu narsani ochiqlanishi, ularni obro'ga putur yetkazish emas, ularni xushyorlikka da'vat qilish. Ya'niki sifatli kadrlarni tayyorlashimiz kerak. Mayli sohada mana kamchiligi bor, boshqasi bor. Balkim boshqa soha vakillari pora bilan qo'lga tushishi mumkin, lekin sud emas. Men bir narsani takror aytamanki, biz O'zbekistonda korrupsiyani yenga olamiz. Faqat bitta sohani qattiq tutsak va bitta sohani, agar mana shu sud sohasida shaffoflik bo'ladigan bo'lsa, xohlagan odam sudga ta'sir qila olmaydigan darajaga yetib keladigan bo'lsak, bo'ldi.
mana chet eldan bilamiz, hattoki vazirni ham kerak bo'lsa prezidentni ham sudga beradi va sud o'sha odamlar kelib sudni tribunasida kerak bo'lsa ko'rsatma beradi. Endi bizda ham shu narsalar yetib keladi. Prezidentimizni talabi ham shu bo'lyapti. Prezidentning talabi ham shunaqa bo'lyapti. Hammasi ochiqlik bo'lsin deyapti. Odil ko'rilsin deyapti. Prezidentimiz to'g'ri talab qo'yapti. Lekin ayrim pastdagi tabaqadagilar uni umuman boshqacha talqin bilan olib ketyapti deb o'ylayman-da. Bu sayt qachon qadisi ishlamayotgan va agar ishlayotgan bo'lsa ham noto'g'ri ma'lumotlar. Demak, ularni ham noto'g'ri ma'lumot beryapti. Misol mana bitta sudya kuniga 18 ta sud, 50 ta sud jarayonida qatnashar ekan. Men sudga qarab chiqdim-da. Va agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, demak, ularni ham noto'g'ri ma'lumot tarqatyapti deb biz ustidan yozib berishimiz kerak. Biz uni o'zlariga aytyapmiz. Agar biz ham xato qilgan bo'lsak, biz ham o'zimizga aytsin mana. Aytsin edi. Variant bor edi, kengash raisida nima shunchalik juda bir vakolatli, juda bir odam bilan gaplashmaydigan inson bo'lmasa kerak. Hozir to'g'ridan to'g'ri o'zlari qatnashmasdan siz javobgarlikka tortishmoqchi bo'lishyapti-da. Javobgar yo'q, boshqa yo'q. Bunga sabab siz tahririyatchi tomonidan chiqilgan maqolada bo'lyapti. Tanqidiy maqolalar. Bu tanqidiy desa ham bo'lmaydi buni. Bu statistikalardan yig'ib, bor ma'lumotlardan foydalangan holda osmondan ma'lumot olib bermaganmiz. Bunga isbotlaringiz bor? Bor, isbotlarimiz bor. Akmaljon, meni savolim bor-da, uzrda. Endi bizga uncha gрамотный odam emasmiz, lekin sizga rahmat. Nima yo'qmi? Nafaqat bugungi sudda meni konstitutsion huquqlarim emas, o'ylaymanki, konstitutsiyada yozilgan so'z erkinligini huquqlari qo'yilgan bo'ldi. So'z erkinligidan foydalanilgan holda biz agar maqola yozsak, agar o'zimizni ishimizni olib boradigan bo'lsak, agar bu uchun e'tiroz bildirishsa, demak yo qonunni o'zgartirish kerak, yo odamlar gapirmaslik kerak. Boya yuqorida aytganingizdek. Endi yana bir narsa, hozir mana boya advokatingizga savolni berdim, mana shu narsani. Yana sizdan ham so'ramoqchiman. Har bitta tashkilotning o'ziga yarasha qonuni bor, to'g'rimi? Sudlarda, kechki ishlarda nizom bo'ladi. Nizomi bor, o'zlarining qonuni bor. Lekin aynan mana shu bo'yicha jurnalistlar qonuni ham bor-ku. Qayerda ochiqlash, qayerda ochiqlamaslik. Buni 1997-yilgi Islom Karimov imzolab ketgan qarorda aniq lo'nda ko'rsatib qo'yibdi. Jurnalistik faoliyat. Mana endi yana bitta narsaga hozir qo'shimcha kirib ketishim kerak. Mana siz blogersizmi, jurnalistmi, bloger, jurnalist, ommaviy axborot vositasi xodimlari. Va jurnalistik faoliyatni himoya qilish to'g'risida qonun 1997-yil imzolangan. Shundan 28 yil avval. O'sha paytda tug'ilgan bola hozir 28 yoshga kirib mustaqil hayotga qadam qo'yib, nechtadir farzandli. Hozir biz nechinchi yilda yashayapmiz? Nechinchi zamonda yashayapmiz? 20-asrda imzolangan o'zi. Va hozirgi zamon bilan u paytdagi qarorni solishtirsa, hozirgi zamon boshqa, u paytdagi zamon boshqa edi. Albatta. Endi yana bitta masala shuki, ana shu jurnalistik faoliyatni himoya qilish to'g'risidagi qonunga sudyalar e'tibor beradimi? O'zinikini talqat qilib, o'zlarini mana agar ozgina o'sha joyda e'tirozli fikrlar bildirgan bo'lsak, o'shani bular boshqacha bayroq qilib ko'tarib, boshqa qilib, misol gapirilgan gapi bugun ba'zi iltimosnoma kiritmasimizdan oldin sizlardan faoliyatimiz rad qilyapti. Demak, O'zbekistonga so'z erkinligi, O'zbekistonning ommaviy axborot vositalari bu qadar zarur emas shekilli deb o'ylaymiz. Ayniqsa mana shu sudyalarning faoliyatini Endi boya yuqoridagi faoliyati gapimizga bo'yicha qo'shimcha qilib o'tmoqchiman. Nafaqat O'zbekistonda, dunyoda jurnalistlarni himoya qilish qonunlari bor-da. Bizlarda shu ishlayapti deb o'ylaysizmi? Ba'zida ishlayapti. ba'zida ishlanayotganini ko'ryapsiz-ku. Shunday. Rahmat sizga. Rahmat akalar, sizlarga. Demak, do'stlar, boya aytganimizdek, jabrlanuvchilar ham sudyalar bo'lyapti, sud jarayonini o'tkazganlar ham sudyalar bo'lyapti. Shunaqa holatlarda boshqacharoq bir narsa o'ylab topish kerakmi? Chunki baribir o'sha bu yerda manfaatlar to'qnashuvi bo'lib qolishi mumkin-da. Sababi bu quyi turuvchi sudyalar tepada turgan sudyalarni
yondan olishi mumkinligi shu shubha gumonim bo'lib qolishi mumkin bizda. Va shuni so'ragan bo'lardik. Endi Mirzo Ulug'bek tuman sudyasidan hozir bir narsa deya olmaymiz, lekin hamma narsani hamma buni butun ommaga tarqatishimizga, sud zalidan tarqatishimizga qarshilik ko'rsatdi. Endi bu qonunda ham bor ekan, sudyalarni o'sha kayfiyatiga qarabmi yo buyruq, kimdir buyruq bergan, buni bilmaymiz. Bu narsani xohlashmadi va aynan sudyalarni tanqid qilib chiqqani uchun mana shunaqa sud joyida sudda o'tiribdi Akmal Eshonxonov. Bundan bir 3 yil 4 yil oldin ham esinglarda bo'lsa, Elyor Tojiboyev masalasi bo'yicha ham endi to'g'ri o'tda boshqacharoq ish bo'lgan. U yerda 3 yilga qamoq jazosi berilgandi. Hozir qamalib o'tirib ham chiqdi Elyor Tojiboyev. Hozir ish materiallarida shu narsalar ham qo'shilgan ekanda, o'sha tergovchisi bo'ladimi, kim bo'lsa ham o'sha tomonidan. Demak, ko'ramiz endi, umid qilamiz. Bizda adolat, haqiqat bor va Akmal Eshonxonovga hech qanaqa jazo qo'llanilmaydi menimcha. Endi bizning fikrimiz shunaqa, endi bilmadim. Bu yerda o'zini mutaxassislar o'tiribdi, ko'ramiz. 2 kundan keyin sudda qarori o'qiladi, hukm qiladi. O'zbekiston Respublikasi nomidan qani nima bo'lar ekan, bu bo'yicha ma'lumotlarni ham beramiz. Sog' bo'linglar.